Alloh taoloni haqiqiy qadrlashlikda ular qadrlamadilar. Shuning uchun Alloh taolo aytgani alalahul xalqu, ungaginadir yaratishlik deb Alloh taolo Qur'onda aytadi. Demak, yaratishlik faqatgina kimga xos ekan? Insonlar o'zlari qo'llari bilan yasayotgan narsalar bular bor narsadan bor narsani yasashlik va shu bilan birgalikda bu nima deyiladi? Bir holatdan ikkinchi holatga o'tish jarayoni xolos. Ammo yaratishlik u Alloh subhanahu va taologagina xosdir. Lan yakhluqu zubaban walau ijtama'u lahu. Ular bir-birlari hammasi to'planib birgalikda hamkorlikda urinishsa ham pashshani ham yarata olmas deyapti Alloh taolo. So'ng mana bu Alloh taoloning yaratishligi, siz va bizlarning yaratishligi bekordan bekor bejiz va o'yin kulgi uchungina bo'lmadi bu narsa. Balki Alloh taolo Qur'onda aytganidek, biz osmonni va yerni va uning orasidagi narsalarni o'ynagan holatda yaratmadik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله تعالى güzel isimlerinin fiqhini bugun navbatdagi Alloh taoloning al-Xoliq va al-Xallaq degan yaratuvchi degan ismi to'g'risida suhbatlashamiz inshaalloh. Muallif Alloh u kishidan rozi bo'lsin aytadiki: "Va qad warada ismullohi al-Xoliq fil Qur'anil Karim fi iddati mawadi'." Alloh taoloning al-Xoliq degan ismi Qur'onning bir necha yerlarida keladi. Minha qawluhu ta'ala huvallohul xoliqul bari'ul musawwir. Ulardan Alloh taoloning oyati u Alloh yaratuvchi va boriy bo'lgan va musavvir bo'lgan zotdir deyapti. Hashr surasi 24-oyat. Va qawluhu ta'ala Allohu xoliqu kulli shay va huwa ala kulli shay'in vakil. Va Zumar surasining 62-oyatida Alloh taolo aytadiki, Alloh taolo har bir narsani yaratuvchisidir. Alloh taolo hamma narsani yaratuvchisidir va u hamma narsaga vakildir deyapti. وورد بصيغة المبالغة الخلاق في موضعين من القرآن الكريم في قوله تعالى وينس مبالغة صيغة سدا مبالغة ترزدا الخالق ديان اسم الله تعالى اسمه مبالغة يتلب الخلاق ديان اسم لنا نوملان كلر كان الله تعالى كان لك إن ربك هو الخلاق العليم البتة سيزنين ربينيز بلغوشي بولغان يراتوشي بولغان زادر حجر سورة 86-oyat. Va qawluhu ta'ala bala va huwal khallaqul alim. Yasin surasida ham va huwal khallaqul alim va u Alloh taolo bilguvchi bo'lgan va yaratuvchi bo'lgan zotdir deb turib keladi. Endi insonlar ham insonlarga nisbat beriladigan yaratishlik bu yo'qdan bor qilishlik deyilmaydi. Yo'qdan bor qilishlik, yaratishlik, yangilik kiritishlik bu faqatgina Allohgagina xosdir bo'ladi. Alloh taologina bu ishda yakkadir. Chunki insonlar kashf etayotgan narsalar, ular yasayotgan narsalar bu hargiz yaratilishlik deyilmaydi. Misol uchun, jihozlar, telefon buni inson yaratdi deb bo'lmaydi. Chunki bu yaratishlik deyilmaganda, yo'qdan bor qildimi bu? Yo'qdan bor qilsa, yana keyin yaratishlik bo'ladi. Bu telefon, mashinalar, markablar, samolyotlar, insonlar qo'llari bilan yasagan narsalar bular yaratishlik deyilmaydi. Bular balki bir holatdan ikkinchi holatga o'tish jarayonining natijasida hosil bo'lgan narsalar deyiladi bular. Bular bordan bor etilgan narsalar va hargiz bu yaratishlik deyilmaganda. Shuning uchun Alloh taolo aytgani alalahul xalqu, ungaginadir yaratishlik deb Alloh taolo Qur'onda aytadi. Demak, yaratishlik faqatgina kimga xos ekan? Allohgaginadir. Insonlar o'zlari qo'llari bilan yasayotgan narsalar bular bor narsadan bor narsani yasashlik va shu bilan birgalikda bu nima deyiladi? Bir holatdan ikkinchi holatga o'tish jarayoni xolos. Natija xolos bu. Ammo yaratishlik u Alloh subhanahu va taologagina xosdir. Alloh taolo aytadi: "Hada xalqulloh fa aruni madha xalaqallazina min duni." Mana bu Alloh taoloning yaratgan narsalaridir, yaratishidir. Bas menga ko'rsatinglarchi, madha xalaqallazina min dunihi. Allohdan o'zgalar yaratgan narsalarni qanday bir ko'rsatinglarchi deyapti. Ya'ni yaratmagan hech qanday narsani deb Alloh taolo aytayapti.
Balil zolimuna fi dalalin mubin. Balki zolimlar ochiq oydin adashishlikdadir deb turib Luqman surasining 11-oyatida Alloh taolo marhamat qiladi. Va fil aya tahaddi lil jami'il xalq. Mana bu oyatlarda Alloh taolo har bir bashariyatga aytayaptiki, yaratishlik faqatgina mengagina xosdir va hech kim yarata olmas degan mazmunda xitob qilar ekan shuncha oyatlarda. Balki bal athbata subhanahu va ta'ala ajzan nasi ajma'in. Va mana bu oyatlarda Alloh taolo shuni isbot qilyaptiki, har Alloh taolodan o'zga har bir mavjudot borki, maxluqot borki, ularning hammasini ojizligini aytmoqchi bo'ladi Alloh taolo. Yani yaratishlik faqatgina Allohgagina xosdir deyapti. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu." Haj surasining 73-74-oyatlarida Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Ey insonlar, sizlarga zarbul masal keltirildi. Tinglanglar deyapti. Alloh taolo bizga xitob qilyaptiki, ey insonlar, sizlarga zarbul masal keltirildi, bas tinglanglar. Albatta, Allohdan o'zgaga sig'inayotgan, duo qilayotgan narsalaring lan yakhluqu zubaban walau ijtama'u lahu. Ular bir-birlari hammasi to'planib birgalikda hamkorlikda urinishsa ham pashshani ham yasay olmas. Pashshani ham yarata olmas deyapti Alloh taolo. Va yaslubhum az-zubabu shay'a. Agarda pasha ulardan biror narsani tortib olsa, undan ololmas ular. Agarda pasha kelib turib sizdan bir narsani tortib olsa, pashshadan qaytib oladigan darajada ham qudratingiz yetmaydi deyapti. Da'ufat talib wal matlub. Talab qilguvchi ham, talab qilingan ham zaif holda bo'ldi deb Alloh taolo aytayapti. Va yana ikkinchi oyatda aytadiki: "Ma qadarulloha haqqa qadrihi." Alloh taoloni haqiqiy qadrlashlikda ular qadrlamadilar. Yani Alloh taoloni qadrlamadilar ular. Haqiqiy qadrlashlikda. Innalloha laqawiyyun aziz. Albatta Alloh va tahqiq kuchli va aziz bo'lgan zotdir deb turib aytayapti. ثم إن خلق الله لهذه المخلوقات لم يكن لهوا وعبثا ولعبا. Va yana muallif Alloh o'sha rozi bo'lsin aytadiki, so'ng mana bu Alloh taoloning yaratishligi, mana bu maxluqotlarning yaratishligi, siz va bizlarning yaratishligi, 7 qavat osmon va unga o'xshagan yerni va ularning orasidagi bo'lgan maxluqotlarni yaratishligi bekordan bekor bejiz va o'yin kulgi uchungina va yana lahu bilan bo'lmadi bu narsa. Balki Alloh taolo Qur'onda aytganidek: "Va ma xalaqnas samaa wal arda va ma baynahuma la'ibin." Biz osmonni va yerni va uning orasidagi narsalarni o'ynagan holatda yaratmadik. Law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Agarda biz ko'ngil xushli tutishni iroda qilsak, uni qiluvchi bo'lganimizda ham o'z tomonimizdan tutar edik. Bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun. Yo'q, biz haqni botil ustiga ururmiz. Bas uni yakson qilur. Haq botilni yakson qilur. Ko'ribsizlarki, u botil zavolga uchraydi. Sizlarga esa qilgan vasflaringizdan vayl kelur, vayl bo'lsin deb turib Alloh taolo aytadi. Va yana Alloh taolo aytadiki, bu Anbiyo surasining 16, 17 va 18 oyatlari edi. Va yana Alloh taolo Mu'minun surasida aytadiki: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha va annakum ilayna la turja'un." Sizlar nima shunday hisobladinglarmi? Biz sizlarni bekordan yaratdik deb hisobladinglarmi? Va sizlar bizlarga qaytmayman deb o'yladinglarmi deyapti. Ta'alallohul malikul haq. Haq bo'lgan, malik bo'lgan, podshoh bo'lgan Alloh taolo oliydir. La ilaha illa huwa robbul arshil azim. La ilaha illa huwa robbul arshil karim. Allohdan o'zga haq iloh yo'qdir. U karim bo'lgan arshning robbisidir deb turib Mu'min surasining 115-116 surasi oyatda aytadi. Bal xalaqa subhanahu al-khalqa liya'rifuhu va ya'buduhu. Balki Alloh subhanahu va taolo xalqni, ya'ni bashariyatni, inson va jin va malaikalarni va barcha narsani Alloh taoloni tanib, unga sig'inishlik uchungina yaratdi. Alloh taolo yana Qur'oni Karimda aytadiki: Allohu allazi xalaqa sab'a samawati va minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahun lita'lamu anna Alloha ala kulli shay'in qadir wa anna Alloha qad ahata bi kulli shay'in ilma.
Falaq surasi 12-oyatda aytadiki, Alloh shunday zotki, 7 qavat osmonlar va unga o'xshagan yerni yaratdi va ularni orasidan uning amri nozil bo'ladi. Nimaga nozil bo'ladi? Lita'lamu annalloha ala kulli shay'in qodir. Sizlar shuni bilishinglar uchunki, Alloh taolo har bir narsaga qodirligini va yana Alloh taolo har bir narsani o'z ilmi ila ihota qilib turadi, bilib turishligini bilishinglar uchun mana shuni orasidan Alloh taoloning amri nozil bo'lib turadi, deyapti. Falaq surasi 12-oyat. Va yana Alloh taolo aytadiki, Zariyat surasining 56-oyatida: "Va ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jinlarni va insonlarni faqatgina o'zimga sig'inishlik uchungina yaratdim, deyapti. Ulamolar nima deydi? Liya'rifun, meni tanishlik uchun, va liyuwahhidun, meni yakka o'zimga sig'inishliklari uchungina yaratdim degan mazmuni bor bu oyatda, deyapti. Va mana shu bobda ko'pchilik insonlar adashib qoladi deb turib muallif aytayapti. Faqat dalla aktharul khalqi fi hadal bab. Mana bu bobda ko'pchilik insonlar adashadi. Fa'arafu anna alladhi khalaqahum huwa Alloh wahdahu la sharika lah. Biladilar, Alloh taolo yakka o'zigina ularni yaratganligini, Alloh taolo yakka o'zigina ularga rizq berishligini biladilar. Va shu bilan birgalikda ular unga sig'inishmaydi. Alloh taolo aytganidek: "Va ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun." Ko'plari esa ularni ko'plari esa Allohga mushrik hollarida iymon keltiradi, deyapti-da. Qanday Alloh taologa inson mushrik holida iymon keltirishi mumkin? Iymon keltiribman deyoradi, ammo u mushrik bo'lib turaveradi. Qanday desa, go'yo Alloh taolo ular haqida Qur'onlarda ko'p aytgandek: "Va la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Alloh." Agarda siz ulardan ey Muhammad alayhisalom so'rasangiz, osmonlarni va yerlarni kim yaratdi desangiz, la yaqulunna Alloh, Alloh taolo deshardilar. Yaratuvchimiz Alloh deb turib, unga sig'inishmasdi. Meni Alloh yaratgan, menga rizq beradi Alloh deb turib, unga namoz o'qishmasdi. Mana shuni Alloh taolo nima deyapti? "Va ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun." Ular Alloh taologa iymon keltirmaydilarki, magar ular mushrik hollarida iymon keltiradilar, deyapti. Ya'ni Alloh taoloni Robb deb tasdiqlayveradi, meni ishlarimni yuritadi, menga rizq beradi, men ustimda hukmronim Alloh deyoradi, ammo unga namoz o'qimaydigan, Alloh taologa sig'inmaydigan bandalarni Alloh taolo mushrik deb turib Qur'onda atayapti. Ibn Abbos roziyallohu anhuma mana shu Alloh taoloning "Va ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun", ya'ni ular mushrik bo'lgan hollardagina Alloh taologa, ularning ko'plari mushrik bo'lgan hollardagina Alloh taologa iymon keltiradi degan oyatni shunday tafsirlar ekan. Min imanihim, ularning iymonlari shunday edi, deyapti Ibn Abbos roziyallohu anhuma. Mana bu oyatni tafsirlayapti. Aytadiki: "Idza qila lahum man khalaqas samaa wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibal qalu Alloh wa hum mushrikun." Ibn Abbos aytadiki, ularning iymonlari shunday edi. Agarda ularga osmonni kim yaratdi, yerni kim yaratdi, tog'larni kim yaratdi desang, Alloh deshardi. Mana shu ularning iymonlari edi, ammo ular mushrik bo'lib turardi, deyapti. Ya'ni bu iymonlari shirkdan xolis bo'lishligiga yaramasdi, deyapti Ibn Abbos. Va yana Ikrima aytadi, mufassir bu ham: "Tas'aluhum man khalaqas samawati wal arda fayaquluna Alloh, fazaka imanuhum billahi wa hum ya'buduna ghayrahu." Ulardan so'raysan, osmonlarni, yerlarni kim yaratdi deb so'rasang, ular Alloh deb javob berishadi. Mana shu ularning iymoni, ammo ular Allohdan o'zgaga sig'inishadi, nafsiga sig'inishadi, namoz o'qishmaydi Alloh taolaning o'zigagina. Ular Makka mushriklari butlarga sig'inishardi. Lat va Uzzo degan butlari bo'lardi. Ana shularga sig'inishardi ular. Allohni qo'yib, ana shularga sajda qilishardilar. Ana shularga duo qilishardilar. Nimaga bularga sajda qilyapsizlar Allohni qo'yib deb so'ralsa, ular aytadiki: "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allohi zulfa." Mana bu but sanamlarimiz Alloh taologa yaqinlik, hurmat hosil qilib beradi. Bular sharafli but sanamlar. Bular Allohning huzurida hurmatlilar. Mana shularni oldida biz duo qilsak, Alloh taolo duoyimizga ijobat qiladi. Mana shularning hurmatidan biz duolarimiz, namozlarimiz ijobat bo'ladi. Shuning uchun biz shularga sig'inamiz deb turib, Makka mushriklari aytadi deb turib Alloh taolo Qur'onda Zumar surasida aytayapti. Eng qizig'ini qarasangiz, mana bu hozirgi davrimizda ham shunday toifalar borki, borib turib qabriga borib duo qilasan, qabrda duo qilsan, ana shu solih odam deb turib bir odamni tayinlashmagan, ana shu solih bandani qabrining oldida duo qilsan, ana shuni hurmati yuzasidan sening duoing ijobat bo'ladi Alloh taolaning huzurida tezroq deydi. Mana shuni hurmatidan Alloh taolo sening gunohlaringni kechiradi, sening duolaringni ijobat qiladi, namozingni qabul qiladi.
Mana shuni fazilati bilan seni o'qigan namozingni ko'pgina savobli qilib turib Alloh taolo yozadi deb e'tiqod qilib, mana shu mushriklar bilan bir xil e'tiqod qilib turib duo qiladiganlar, qabrga borib turib qabrdan madad so'raydiganlar yo'q emas. Hozir ham bor ekan ular. Ular haqida Alloh taolo Zumar surasida aytgan: "Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallohi zulfa." Ulardan so'rasangiz, nimaga bularga sig'inyapsizlar? Allohga sig'inmaysizlarmi? desa, ular mana shular biz Allohga yaqinlashtirib qo'yadi turib bahona qiladilar turib Alloh taolo Qur'onda buni aytib qo'ygan, ochiq oydin qilib turib. Va yana Alloh taolo An'am surasining 1-oyatida aytadi: Alhamdulillahillazi xalaqas samawati wal arda va ja'alaz zulumati wan nur, thumma allazina kafaru bi robbihim ya'dilun. Xo'p, Alloh taologa hamdlar bo'lsin, maqtovlar bo'lsin. U shunday zotki, yer osmonlarni yaratdi va zulumat va nurni yaratdi. So'ng kufr keltirgan kimsalar o'zlarining robbilariga almashtirurlar deyapti. Nima desa Ibn Abbos radhiyallohu anhu bu oyatni tafsir etadiki, adalu bi min khalqi al-hijarata wal asnama ba'da an aqarru bi ni'mati wa rububiyyati. Ular meni Rob deb ne'matimni hamma yo'g'imga iqror bo'lgach, menga sig'inishlikda o'rniga ular toshlarga sig'inishlikda, qabrlarga sig'inishlikni almashtirib qo'yishdi deb turib Alloh taolo aytmoqchi bo'lyapti deb turib Ibn Abbos bu oyatni tafsir qiladi. Alloh taoloning Qur'oni Karimida bunday oyatlar juda ham ko'p deyapti. Alloh taoloning mushriklar Robbimiz u bizga rizq beradi deb turib tan olganligi haqida. Ya'ni ular kofirlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi uni quvib chiqargan, qarshi ularga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi kurashgan mushriklar Alloh taoloni Robb deb tanirdilar. Bunga oyatlar juda ham ko'p deb turib muallif aytayapti. Alloh taolo Mu'minun surasida aytadiki, yana qul limanil ardu va man fiha in kuntum ta'lamun. Ayting ey Muhammad alayhisalom, ularga ayting, yer va uning ichidagi narsalar kimsalar kimniki deb so'rang ulardan deyapti. Agarda bilsanglar deyapti. Sayaquluna lillah. Ular tezda aytadilarki, Allohniki derdilar. Qul afala tadhakkarun. Unday bo'ladigan bo'lsa, nimaga sizlar eslatma olmaysizlar deb turib ularga ayting ey Muhammad alayhisalom turib Alloh taolo Qur'onda aytadi. Qul man robbus samawati as-sab'i va robbul arshil azim. 7 qavat osmonni va ulug' bo'lgan arshning robbisi kim deb ularga ayting deyapti. Sayaquluna lillah. Ular sizga tezda javob beradilar. Allohniki u deb turib javob beradilar. Qul afala tattaqun. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Allohdan qo'rqmaysizlarmi? Qul man biyadihi malakutu kulli shay. Va uni qo'lida har bir mulk, uni qo'lida bo'lgan zot kim deb so'rang deyapti. Va huwa yujiru va la yujaru alayh. U shunday zot kim in kuntum ta'lamun, agar bilsanglar deb so'rang deyapti. Sayaquluna lillah. Ular tezda sizga aytadilarki, Allohdir. Allohnikidir bular deb turib javob berishadi. Qul fa anna tusharun. Qanday ham sehrlanib qoldinglar deb turib ularga ayting ey Muhammad alayhisalom turib Mu'minun surasining 84-89-oyatlariga to'g'ri bo'lgan oyatlarda Alloh taolo aytayapti. Alloh taolo aytadi: Allohu xayrun amma yushrikun. Alloh taolo yaxshimi yoki ular shirk keltirayotgan narsalar yaxshimi? Amman xalaqas samawati wal ard va anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi hada'iq ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. yoki osmonlar va yerni yaratgan, sizlarga osmondan suvni tushirgan zotmi? Bas u suv bilan go'zal bog'lar o'stirdik. Sizlar o'zingiz uning daraxtini o'stira olmas edingiz. Alloh bilan birga boshqa ilohim bormi? Yo'q. Ular o'zlari tenglashtiradigan qavmlardir deb turib Alloh taolo ular haqida Naml surasining 59-60-oyatlarda aytayapti. Muallif Alloh uchun rozi bo'lsin aytadi: "Va huna yu'jabu al-aqilu ashadda al-ajab min uqul al-mushrikin." Mana shu yerda mana shu oyatlarni eshitib turib aql egasi, aqli bor inson shiddat bilan ajablanar ekanda deyapti. Kim aqlidan desa, mushriklarning aqlidan. Mushriklarning aqlidan juda ham mana shu yerda ajablansa bo'ladi deydi. Kayfa adalu man la yamliku li nafsihi wa la li ghayrihi mithqala dharratin fis samawati wa la fil ard. O'zi uchun va boshqa uchun zarra qadar naf yoki zararga qodir bo'lmagan maxluqni qanday qilib Alloh taologa almashtirsa bo'ladi deyapti. Qanday qilib Alloh taoloni qo'yib maxluqga, u maxluq o'zi o'lik yoki u maxluq o'zi tosh, qimillay olmaydi ham yoki o'lik bo'lsa harakatlana olmaydi ham. Agarda u qabrning ustiga pashsha qo'ysa pashshani haydaydigan darajada ham uni qudratga ega emas. Qanday qilib mushriklar
o'zidan biror zararni daf etolmaydigan maxluqqa suyanib qoladi. Alloh taolo turganda qanday qilib turib o'zidan ham zararni daf qilolmaydigan maxluqqa suyanib qolishligi mumkin? Buni aql bavar qiladimi deb turib, aql egasi mana shu yerda ajablansa bo'ladi, deyapti. Alloh taolo Qur'onda aytganidek: "Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun va la yastati'una lahum nasran va la anfusahum yunsarun." A'rof surasining 191, 192-oyatlarida aytadiki, Alloh taolo biror narsani yarata olmaydigan va o'zlari yaratilgan narsalarni Alloh taologa teng qiladilarmi, sherik keltiradilarmi? Va la yastati'una lahum nasra, ularga biror bir nusrat yordam bera olmas. Va la anfusahum yansurun, va o'zlari ham nusratlana olmaydiganlarga maxluqotlarni Alloh taologa sherik qiladilarmi deb turib Alloh taolo A'rof surasida keltiradi. Qanday qilib turib mana shu turpoq bo'lgan yoki jonsiz bo'lgan narsalarni Alloh taologa teng qilishligi mumkin, deyapti. Qanday qilib turib rostdan ham Alloh taolo turganda siz borib qabrga duo qila olasiz? Qanday qilib turib Alloh taolo turganda siz ulug' sharafli inson bu deb turib unga duo qila olasiz? Qanday qilib turib Alloh taolo turganda butga odam duo qilishligi mumkin? U o'zi but qimillanmasa joyidan, ustiga bir narsani tashlab qo'ysa ola olmasa, sizga na rizq, na foyda, na ziyon keltira olmasa, ana shuni Alloh taologa sherik qo'yishlik, teng qo'yishlik juda ham bu ajib bo'lgan, ajablanarli bo'lgan, odamlarni aqlini lol qilib qo'yadigan holat deb turib muallif Alloh rozi bo'lsin aytayapti. Alloh taolo aytganidek: "Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum." Albatta sizlar Allohni qo'yib sanayotgan narsalar sizlarga o'xshagan ular bandalardir, qullardir, deyapti. Sizlarga o'xshaydi, sizlardan oshiqcha emas, oshiqcha joyi yo'q, hammasi bir xil, hammalar bir xilsizlar. Nimaga ularga sig'anasizlar, deyapti. Fad'uuhum falyastajibu lakum. Agarda ularda sizlar Rob deb bilayotgan bo'lsanglar, iloh deb bilayotgan bo'lsanglar, qani ularga duo qilinglarchi, sizlarga ijobat qilsinchi, deyapti. In kuntum sodiqin, agarda rostgo'y bo'lsanglar, qani bitta duo qilib ko'ringlarchi, duolarni ijobat qilarlarmikin? Bitta yordam so'rab ko'ringlarchi, yordaminglarni yordam berishga qodirmikin? Agarda ana shu sizlar Alloh taolaga tenglashtirayotgan qabringlar yoki ana shu ulug' joylar Alloh taolaga tenglashtirmoqchi bo'lsanglar, qani bitta ularga duo qilib ko'ringlarchi, nido qilib ko'ringlarchi, sado chiqarmikin deb turib Alloh taolo aytayapti. A'rof surasining 94-oyatida. Ta'ala robbu amma yasifuhu haula'i va subhanahu amma yushrikun. Ular Alloh taologa bular o'rtamchi vasila bo'lib beradi deb qilayotgan vasfdan, gaplaridan Alloh taolo pokdir. Alloh taolo ulardan behojatdir. Ularni hech qanaqa Alloh taoloning diniga ta'alluqlik, haqdorlik yerlari yo'qdir deb turib muallif Alloh rozi bo'lsin gapini ixtomlayapti. Allohu a'lam. Sallallohu vasallam ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.